Assalomu alaykum hurmatli saboqdoshlar. Tayba darsxonamizga xush keldinglar. Biz bugun balog'at darsligimizning 6-darsini o'qiymiz. Biz ilgirki soatlik darsimizda xabar va insho haqida to'xtalib bo'ldik. Endi biz bugun zikr va hazf haqida so'zlaymiz. Biz ilgirki soatlik darsimizda deb o'tgandek balog'at ilmi 3 cho'ng tema haqida so'zlaydi. Birinchisi ilmul maani, ikkinchisi ilmul bayon, uchinchisi ilmul badi'. Ilmul maanining astiga nurg'un temalar kiradi. Uning birinchisi xabar va insho. Biz buni ilgirki soatlik darsimizda so'zlab bo'ldik. Endi ikkinchi bobi bo'lgan zikr va hazf bobiga keldik. Biz bugun buni o'qiymiz. Al-babu thani fi zikr va hazf. Zikr va hazf. Zikr deganimiz so'zlash, tilga ilish degan ma'noda, hazf bu tashlash degan ma'noda. Bu zikr va hazf so'zni biz so'z ishlatgan vaqtimizda qandaq yerda tashlaymiz, qandaq yerda so'zlaymiz. Bu haqda to'xtalamiz. Endi aqliy qoida shuki, biz gapni ehtiyojli bo'lgan yerda qilamiz, ehtiyojli bo'lmagan yerda tashlaymiz. Bu eng aqlli qoida. Ammo aksi ahvol bor. Bizning to'xtalgan nuqtamiz bu. So'zlashga tegishli yerda tashlaydigan, tashlashga tegishli yerda so'zlaydigan. Bu ma'lum sabablar tufayli bo'ladi. Unda bo'lsa, az-zikru so'zlash, ya'ni tilga ilish, al-asl zikru ma yahtaj ila zikr. Asli qoida ehtiyojli bo'lganini so'zlash. Shundaq-ku. Faqat ehtiyojli bo'lmaganini so'zlamaslik bu asli qoida. Shuning uchun nima deymiz? Fala yuhdafu fi maqami zikr illa li aghrad. Endi so'zlashga tegishli bo'lgan o'rinda tashlab etsak bo'lmaydi. Illa li aghrad balag'iyya. Balog'atlik maqsadlar bilan, stilistikalik maqsadlar bilan tashlasak bo'ladi. Ham tashlashimiz lozim bo'ldi. U qaysi qanday yerda bu so'zlashga tegishli yerda tashlaymiz deganda, masalan, birinchisida ixfa'ul amr an g'ayril muxatab. Anglag'uchidan boshqalardan ishni yushirish uchun. Masalan, men 3-4 odam bilan o'ltirgan bo'lsam, men bir odamga bir gapni xabar qilmoqchi, ammo u gapni boshqalarning bilib qolishini xohlamasam, so'zlashga tegishli ba'zan gaplarni tashlayman. Masalan, aqbala keldi yoki jaa desam, anglag'uchi buni tushunadi. Masalan, jaa Muhammad desam yoki jaa al-mudir, jaa al-mudarris desam, atrofdagilarning hammasi bilib qoldi. Shundaq-ku. Men jaa deb qo'ysam, boshqalar bilmay qoladi, ammo anglag'uchilar biladi. Mushundaq bir holatga duch kelib qolgan vaqtimizda asli gapni to'liq qilishim kerak, jaa Muhammad deyishim kerak, jaa al-mudarris deyishim kerak. Ammo mushundaq muxotabdan boshqalardan ishni yushirishdigan bir holatga kelib qolgan vaqtimda so'zlashga tegishli narsani tashlaymiz. Shunga deydi, birinchi balog'atlik sabablardan ixfaul amr an g'ayril muxotab. Muxotabning boshqasidan ishni yushirish uchun, masalan, aqbala deymiz. Keldi deb qo'yamiz, turidu aliman, elini demakchi masalan. Buni muxotab biladi, boshqalar bilmay qoladi. Mushundaq bir holatda tashlaymiz. Bu yerda bu gapni siz fasohatlik bo'lmadi so'zingiz, so'zlashga tegishli gapni qanaqa qilmadingiz, so'zlamadingiz degan olmaydi. Bu bir balog'atlik sabablarning birisi tashlashga bo'ldigan. Ikkinchisi diqul maqom. Urun qisib qolsa, uzun gapni qilib tursak, so'zlashga tegishli deb urun yaravermaydi, maqom yaravermaydi. Bunda qolib qolsa, so'zlashga tegishli gaplarni mo'jo tashlaymiz. Masalan, bu urun qanday vaqtda qisib qoldi deganda, imma li xawfi fawat fursa. Gapni hamon to'liq qilib tursam, fursat o'tib ketadi. Masalan, o'g'li odamga nisbatan, "Voy, kiyik keldi yoki toshqon keldi" desam, toshqon qochib ketadi. Toshqon deyman. Toshqon, kiyik deyman. Buni tushunib qoldi. Bu vaqtda so'zlashga tegishli yerda tashlaymiz. Imma li xawfi fawat fursa deydi. Fursatni o'tib ketishidan qo'rqqanlik uchun xuddi o'g'lichini ogohlantirgan kishining so'ziga o'xshash al-g'azal, kiyik deganga o'xshagan. Ikkinchi xil sabab mesela imma li tavajjuh, og'riq sababidan. Masalan, men kasalab qolgan bo'lsam, mendan biri iskilib, ahvolingiz qanday desa, mening ahvolim nachar deganda, holim yo'q meniki, og'riq qolmanda. Nachar deyman. Nachar, shundaq-ku. Kayfa anta desa deymiz, Ali, kasal. Hamma gapni deyishga bu yerda urun qis. Uchinchi sababi ta'mim bi ixtisor. Endi so'zlashga tegishli gapni tashlaganlik, bu ixchamlab gapni umumlashtirganlikni ifodalaydi. Masalan, Qur'on Karimda vallohu yad'u ila daris salam. Alloh taolo tinchlik chaqiradi. Alloh taolo tinchlikka chaqiradi.
Allah vallahi yad'u ibadahu ila darissalam. Allah bandalarini qanaqan tinchlik chaqiradi deb demay. Yad'u ila darissalam. Bu yerda jami' ibadihi deb tafsil qilib turmoqchi bo'ladi. Nimishqa? U texim umumliqni ifodalash uchun tashlanadi. To'rtinchisi mutaaddini lozimning o'rniga tushirish uchun tashlanadi. Ba'zan mutaaddini aslida mutaaddini nima ketadi? Maf'ulun bih ketadi. Endi maf'ulun bihni keltirmay, uni xuddi lozimga o'xshashcha o'ringa tushirib ishlatamiz. Masalan, Alloh taolaninki hal yastawillazina ya'lamuna vallazina la ya'lamun. Asli alima bildi shundaqo, bilgan kishilar bilan bilmagan kishilar barobar bo'lamdi. Endi mush yerda bu asli mutaaddi bo'lgan vaqtda bildi degan ma'nosi bildirsa, lozim qolgan vaqtimizda olim bo'lgan kishilar bilan shundaqo olim bo'ldi desak, buningda nimaga ehtiyoj qolmaydi? Maf'ulun bih to'ldiruvchi ehtiyoj qolmaydi. Bu yerda lozim o'rniga biz ma'no jihatdan tushirgan bo'lamiz. Olim kishilar bilan olim emas, olim bo'lmagan kishilar barobarmi? Ya'ni bu yerda inkor ma'nosi bu yerga halmu, barobar emas demakchi. Demak, zikr so'zlash, ehtiyojli qayda so'zlaymiz, ehtiyojli bo'lmagan so'zlamaymiz. Ammo ehtiyojli qiyadimi yuqorqidek stilistiklik sabablar tufaylicha tashlaymiz. Endi hazb ne tashlaymiz? Asli qoida tashlashga tegishli qiyada, gap qilmaslik tegishli qiyada tashlaymiz. Al-aslu hazfu ma yahtaju ila hazb. Asli qoida tashlashga tegishli qiyadacha tashlash. Ammo fala yuzkaru fi maqam al-hazb illa li aghrad balag'iyya. Tashlashga tegishli o'rinda so'zlanmaydi, faqat balog'atlik g'arazlar tufaylicha so'zlanadi. Tashlashga tegishli qiyada. Qanday yada desa, ziyodat taqrir va idah. Texmi bekitish uchun, texmi ro'shanlashtirish, izohlash uchun so'zlimisin bo'ldigan yerda ta'kidlab qana qilamiz, so'zlaymiz. Masalan, Alloh taolaninki o'zining Robbi tarafidan bo'lgan bir hidoyat ustida. Shundaqo gap ochiq. Va ulaika humul muflihun va ular utuq qozong'uvchilar. Nimashqa ular hidoyat ustida va ular deb yana bu yerda ziyoda keltirgandek bilindi deganda bu bir balog'at stilistiklik maqsadlar uchun texmi ziyoda izohlash uchuncha Alloh taolo va ulaika deb asli hidoyat ustida bo'lgan odam utuq qozong'uvchi bo'ladi shundaqo. Ammo Alloh taolo yana keltirishi texmi taqrir bekitish uchun, izohlash uchun. Ikkinchisi tasjil ala sami'. Anglag'uchiga qanday qilish uchun xotirlab olish uchun. Masalan, sotda qozining oldiga vaqtda kama iza qala al-hakim li shahid, xuddi hokim shahid guvochiga deganidek, hal aqarra Zaydun bi anna alayhi kaza. Zayd o'zida munda qarz va deb qanday qildimi? Iqror qildimi deb shahidni so'rasa, shahid deydi, "Na'am, Zaydun aqarra bi anna alayhi kaza." Aslida na'am desa gap tugaydi shunaqo. Ha desa gap tugaydi. Ammo sotdan da deyish bo'lmaydi. Chunki sotda garchi ehtiyojli bo'lmasa-mu, ta'ini qayta uni deyish kerak. Na'am, Zaydun aqarra bi anna alayhi kaza. Sotda qozining oldiga vaqtda bir iqror qilgan vaqtda tafsili u tashlashga ehtiyojli bo'lg'ini bo'lsa-mu, qanday qilamiz? So'zlaymiz. Tasjil ala sami' degan shu. Anglag'uchiga xotirlab olish uchun. Xotirlash uchun. Uchinchisi ar-raddu ala al-muxatab. Muxatabga inkor raddiya qilish uchun. Masalan, Allohu vahid deymiz. Nimishqa bir muxatabdan birisi xitob qilgan bo'lsa, Allohu salisalar degan bo'lsa, nasaradan bilsa, biz Alloh uch emas, vahid deymiz. Aslida vahid desakmi, bir desakmi bo'ldi, ammo biz inkor qilmoqchi bo'ldik shunda vaqtda Allohu vahid. Masalan, ma qama Zaydun yoki ma jaa Zaydun. Zayd kamida desa, jaa demaymiz. Birgan inkor qilib qo'ygan nisbatan yo'q, keldi demaymiz. Zayd keldi deymiz. Masalan, Zayd kamida desa, keldi demaymiz, Zayd keldi deymiz. Inkor qilgan vaqtda uni cho'qim billa garchi tushunilsa-mu, yana keltiramiz, tilg'alib so'zlaymiz. Eng oxirida nima uchun bu tashlashga tegishli qiyada, yana nima uchun tilg'alamiz deganda talazzuz, huzurlanish uchun, lazzatlanish uchun. Masalan, bu zikr tasbihlarda ko'p uchraydi. Allohu Robbi, Allohu hasbi deymiz masalan. Allohu Robbi va hasbi desak ham bo'ldi. Ikkinchi qatim Alloh degan lafzni keltirmasak ham bo'ldi. Shunaqo. Ammo bu yerda lazzatlanish uchun, Allohning ismini ko'p tilg'alash uchun. Allohu Robbi, Allohu hasbi deganga o'xshagan. Mana bizniki ikkinchi babimiz, ilmul ma'anining ikkinchi babi mushayda oyoqlashdi. Oxirgi ko'nikma berilgan
Buni sizlar ishlaysizlar. Unda bo'lsa oqlashlar. Bugungi darsimiz mushu yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum. لو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت